Demak, hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz Somoniylar davrida ijtimoiy va iqtisodiy hayot va ota-bobolarimizning tarixiy mentaliteti. Bu oxirgi mavzuchani o'zim qo'shdim. Chunki biz tarixni mana butun dunyoda tarix maktablari bor, tarix yo'nalishlari. Shularning ichida eng kuchlilari fransuzlarning Annallar maktabi. Annallar degan maktabi bor, ya'ni maktab bu yerda yo'nalish degan ma'nosida. Xo'p, ular tarix faniga yangi havo, yangi atmosferani olib kirishdi. Tub burilish yasashdi tarix fanida. Bu o'tgan asrning 20-30 yillarida tashkil topgan bu yo'nalish. Ular aytdiki, biz tarixni asosan o'sha tarixda yashagan xalqlarni mentalitetini o'rganishimiz kerak edi. Ularning tasavvuri qanaqa bo'lgan, dunyoga qanday qaragan ularni mana bu ichki his-tuyg'ulari deb hozir o'zbekchada aytsa bo'ladi. O'sha mentalitetini o'rganish kerak degan bunaqa fikrlar bilan chiqishdi o'rtaga. Ya'ni bizgacha bo'lgan tarix bu hikoyanavislik, bu tarjimai hol sifatida o'rganilgan hukmdorlarni tarjimai holi, hikoya mana bordi, keldi, tug'ildi, vafot qildi, jang qildi. Bu hikoyanavislik bu deb aytishgan. Tarix nima desa, ular tarix biron bir davrda yashagan, deylik, biron bir xalqni mentaliteti. Mana shu narsaga urg'u berishimiz kerak deyishgan. O'shaning uchun men bugungi mavzumizda asosiy urg'uni otalarimizni tarixiy mentalitetiga qarataman. Tarixiy mentalitet qanday o'rganiladi? Ularning qilgan yumushlarini o'rgansangiz, o'zi mentaliteti kelib chiqadi. Ular nima ishlar qilgan? Dehqonchilik qilgan. Ular nima ish qilgan? Chorvachilik bilan shug'ullangan. Hunarmandchilik, boshqa qanday kiyimlar kiydi, qanday ovqatlarni tanovul qildi. Barchasi jam bo'lsa, ana mentalitet shakllanadi. Mentalitet haqida bizning tasavvurlarimiz shakllanadi. Xo'p, dehqonchilikdan boshlaymiz. Somoniylar davrida ota-bobolarimiz qanday dehqonchiliklar qilishgan. Mana bu yerda men kerakli ma'lumotlarni to'pladim. Sun'iy kanallar ko'p bo'lgan bizda hozirgi O'zbekiston hududida, o'sha davrda Movarounnahr va Xorasonda sun'iy kanallar. Samarqand, Buxoro, Xorazmda sug'orma dehqonchilik rivojlangan bo'lgan. Masalan, Buxoroga kelgan Ibn Xalqar shaharda yaxshilikdan boshqa hech narsa ko'rmaganini yozadi. Faqat yaxshilik, mana bu nima deydi, to'kin sochinlik degan ma'noda aytilyapti bu. Zarafshon vodiysi Ibn Xalqalning so'zi bilan aytganda dunyoning jannatlaridan biri edi. Bugungi kunda Zarafshon vodiysi bu mana Samarqand, unga yondosh hududlar Buxoro. Xo'p, keyin yana bir arab geografi Istahriy 10-asrda yozib qoldiradi. Xorazmda Gavxora degan kanal haqida. Kanal. Bu hozirgi kunda qurib qolgan. Mana Qoraqalpog'istonni Xorazmga tutash hududlari bor. Amudaryoning o'ng sohili, To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniyga sal yaqinroq joylarda qadimda Gavxora degan kanal bo'lgan. Bu mana fors tojik tilida gov degani bilasizlar, sigir yoki nima ho'kizmi shunaqa ma'noni bildiradi. Xo'ra esa xo'rak. Mana o'zbek tilida ham bor shu xo'rak, yemish. Ya'ni demak mollarni, qoramollarni o'tlaydigan joyi degan ma'noda bu Gavxora deyilgan. Ya'ni bu Amudaryoni o'ng sohilidan mana shu kanal qazilgan to Sirdaryoning quyi oqimigacha. Sirdaryo bilan Amudaryoning o'rtasida bo'lgan bu Gavxora. Hop, bugungi kunda bu kanal yo'q, ammo u e, kanalni yon atroflarida katta qal'alar hozirgacha saqlanib qolgan, Ayoz qal'a boshqalari. Ya'ni nima demoqchimiz? 10-asrda hozirgi O'zbekiston hududida Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon daryosidan qazib chiqarilgan sun'iy qo'l bilan qazilgan kanallar ko'p bo'lgan. Bu nimani anglatadi? Demak, ota-bobolarimiz dehqonchilikni ilmini suv qilib ichib yuborishgan. Butun Movarounnahrda bu davrda donli ekinlar ekilishi ustunlik qilgan. Masalan, Farg'onada guruch ekilgan.
Hozirgacha Farg'ona guruchi bilan mashhura devzira. U qadimda ham shunaqa bo'lgan ekan, 1000 yil oldin. Demak, har xil ekinlar borki, mana eng birinchi o'rinda donli, yani dukkakli, donli ekinlar birinchi o'rinda turadi. Mana bug'doy, tariq, arpa, keyin guruch. Endi mevachilikka to'xtaladigan bo'lsak, Kesh shahri hozirgi shahri Sabz meva va sabzavotlarni markazi bo'lgan. Ya'ni eng zo'r meva sabzavotlar shahri Sabzda bo'lgan va u yerdan eksport qilingan qo'shni o'lkalarga, viloyatlarga. Balki o'shaning uchun hamdir balki shahri Sabz so'zi o'sha sabzavotlar shahri degan ma'noni bildirsa kerak, menimcha. Xo'p, keyin uzumchilik O'zbekistonning qayerlarida rivojlangan? Xorazmda, Samarqandda, Nasafda, Farg'onada uzumchilik zo'r bo'lgan. Birinchi raqamli uzumlar mana shu 4 hududda bo'lgan. Uzumchilik bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu yerda sharbatchilik ham bo'ladi. Ya'ni o'sha musallas, boshqa. Xo'p, keyin Farg'ona va Samarqandda yong'oq ko'p ekilgan. Hozirgi kungacha shunaqa. Samarqand, Farg'ona, yong'oq, tog'li hududlar. Keyin bizni hududimiz haqida ko'p ma'lumotni qoldirgan arab geograflari ular Ibn Xalqal va Istaqri ular yozadiki, eng mazali mevalar Buxoroda bo'lgan. Yani Keshda meva sabzavotlar ko'p bo'lgan, to'g'ri, eksport qilingan. Lekin mazalilari, totli mevalari Buxoroda bo'lgan ekan. Farg'ona va Ustunshona tog'larida turfa rangli chechaklar ko'p bo'lgan, ya'ni gullar. Mana yaxshilab eshitib o'tiringlar. Qiziqarli ma'lumot bular. Keyingi slaydga o'tamiz. Chorvachilik. Chorvachilikda birinchi o'rinda mana otga to'xtaladigan bo'lsak, eng zotdor otlar bizni O'zbekistonda yetishtirilgan, ayniqsa Farg'ona va Chog'onyonda. Bu yerdan otlar eksport qilingan qo'shni o'lkalarga. Bilasizlar, ot uchun mana Xitoy bilan Dovon Farg'ona davlati o'rtasida jang bo'lgan zotdor otlar uchun. Keyin Farg'ona va Shosh o'lkalarida, Shosh va Toshkent, yirik va mayda shoxli hayvonlar boqilgan. Yirik shoxli hayvonlar, bular ho'kiz, yer nimalar. Keyin mayda shoxli mana qo'y, echki, shunaqalar. Jayhun daryosi, ya'ni Amudaryo bo'yidagi viloyatlar Chunonchi, Xorazm qo'y suruvlariga boy yer bo'lgan. Buni Maqdisi yozib qoldirgan 1000-yilda. Xorazmda qo'ylar juda ko'p bo'lgan. Bundan tashqari Amudaryoni bo'yidagi barcha viloyatlarda, Buxoro bo'lsin, Surxondaryo bo'lsin. Baliqchilikka o'tamiz. Jayhun va Sayhun irmoqlaridan chiqqan suvlarda baliqlar ovlanar edi. 10-asrlarda ham. Bu borada ayniqsa Xorazm baliqqa boy o'lka bo'lgan. Jayhunning orolga quyiladigan joyida Xolijon degan bir maskan bo'lgan. U yerda baliqchilik bilan shug'ullangan kishilarning kulbalari bo'lgan. Buni arab tarixchisi va geografi Maqdisi 1000-yilda yozib qoldirgan. Ko'ryapsizlarmi? Demak, xorazmliklar baliqchilikda nima deydi, ajralib turganlar. Orolga, Jayhunning orolga quyiladigan joyda atayin shu baliqchilarni nimalari bo'lgan, maskanlari, kulbalar. U yerda ovlangan baliqlar qo'shni o'lkalarga eksport qilingan. Xorazmdagi baliqlar juda ham totli va mazali bo'lgan. Bu demak, ko'ryapsizlarmi? Hozir ham shunaqa-ku, mana Xorazmda baliq mazali, to'g'rimi? Lekin qaranglar, u 1000 yil oldin ham demak shunaqa bo'lgan ekan. Masalan, Farg'onada 1000 yil oldin ham, 2000 yil oldin ham, 3000 yil oldin ham otlar, zotdor otlar bo'lgan, hozirgi kunda ham. Yong'oqlar bo'lgan, hozirgi kunda ham. Buxoro mevalari 1000 yil oldin ham mazali bo'lgan, hozirgi kunda ham. Bu demak o'zgarmas ekan. Ko'rasizlarmi? Xo'p, endi sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPTga men maslaga hozir gapirgan yuqoridagi ma'lumotlarni yuborib, xo'p, ajdodlarimizni bir mentalitetini bir tasvirlab ber deb iltimosini buyruq qilgan edim. Quyidagi mana ko'ryapsizlar, rasmni chizib berdi.
taxminan 1000 yil oldin ajdodlarimiz mana shunaqa yumushlarni qilganlar. Bular hammasi asosli. Yuqorida men bu faktlarni keltirdim. Mana baliqchilar, mana baliq ovlanyapti. Mana bu yerda yer nima qildi, haydalyapti, shudgor qilinyapti. Mevalar, qo'y suruvlari, otlar mana ajdodlarimiz mana kishilarni ko'rinishi balki farq qilgan bo'lishi mumkin antropologiyasi. Lekin mana kiyimlar haqiqatda o'xshatib chizilgan va qilayotgan ishlari. Mana ya'ni ChatGPTdan shunaqa maqsadda foydalansanglar nur ustiga nur bo'lgan bo'lar edi. Keyingiga o'tamiz. Tijorat. Tijoratda So'g'diylar so'zsiz ustunlik qilgan. Markaziy Osiyoda So'g'diylar ustun bo'lgan. Ikkinchi o'rinda Xorazmiylar bo'lgan. Somoniylar davlatining kuch-qudratining asoslaridan biri uning hududining savdo yo'llari chorrahasida joylashganligi edi. Savdoning rivojlanishi Movarounnahrning arab xalifaligi tarkibiga qo'shilgani bilan ham bog'liq. Ya'ni biz arab xalifaligi davlatiga qo'shilgandan keyin savdo-sotiq yanada rivojlandi. Chunki musulmonlar u Bag'dodga, Damashqqa, Xitoydan xabar borish kerak. Bizdan o'tadi. U yaqin sharqdan, Shom o'lkalaridan boshqa o'lkalarga, deylik, o'sha Xitoy bo'lsinmi, Rossiyami, o'sha paytdagi Bulg'or xoqonligiga tovarlar borish kerak. Bizdan o'tadi. Ya'ni biz chorrahada joylashganmiz hozirgi kungacha. O'shaning uchun savdo-sotiq u paytda ham rivojlangan. Hozir ham bizning savdogarlar zo'r. Xitoyga boradi, xohlagan joyga borib tashlayapti. Mana Turkiyaga. Xo'p, Chindan, ya'ni Xitoydan ipak savdosi bo'lgan, ipak ustunlik qilgan. O'sha ipakni xitoyliklardan olib biznikilar, ayniqsa So'g'diylar Eronga, Vizantiyagacha olib borishgan. Xazariya va Bulg'oriyadan kelgan savdo yo'llari esa Xorazmdan o'tgan. Tijoriy ishlarda xorazmliklar ilg'or bo'lgan. Ya'ni Sharqiy Yevropa bilan savdoda xorazmliklar ustunlik qilgan, Xitoy bilan savdoda So'g'diylar yetakchilik qilgan. Mana Xazariya va Bulg'oriya degan davlatlar qayerda desanglar, mana xaritani sizlarga ko'rsatyapman. Kaspiy dengizining shimoli g'arbida Xazar xoqonligi bo'lgan 10-asrlarda ham. Kaspiy dengizining tom shu nimasida to'ppa-to'g'ri o'sha shimolida Bulg'or xoqonligi bo'lgan. Bu ham Itil daryosini bo'yida bo'lgan ikki davlat ham. Xazar xoqonligi ham, Bulg'or xoqonligi ham. O'sha Xazariyadan, Bulg'oriyadan savdo yo'li mana ko'ryapsizlar, Orol dengizini janubi, ya'ni Xorazm orqali o'tgan. Mana Ko'hna Urganch, Xiva deb yozib qo'yilgan bu yerda. Shu yerdan o'tib, mana bu yoqqa keyin Movarounnahrga Xitoyga o'tib ketgan. Demak, Xorazm Sharqiy Yevropa, Kiyev Rusi, Vizantiya bo'lsin, Xazar, Bulg'oriya bilan savdoda demak vositachilik qilgan. So'g'diylar esa mana Samarqandliklar So'g'diylar Xitoy, Hindiston, Koshgar, Tibet bilan savdoda birinchi raqamli bo'lgan. Xo'p. Isfahriy degan, demak, yuqorida ismini biz zikr qildik, arab geografi yozib qoldirgan. Xorazmliklar butun Xuroson xalqi orasida eng ko'p safar qilgan va atrofga eng ko'p tarqalgan xalq. Xurosonning, bu hozirgi Turkmaniston, har bir katta shahrida xorazmliklardan iborat bir maskan bor, bir mavze bor. G'ayri musulmon turk xalqlari bilan bo'lgan tijorat asosan xorazmliklarning qo'li bilan yuritilar edi. Itil Bulg'or davlatining hududlaridan tortib Kiyev Rusi shimoliy sharqiy Avropaga bog'lanib ketgan tijorat yo'lida xorazmlik tujjorlarning faol bo'lganligini ko'ramiz. Hattoki mana vikinglar, bilasizmi? Vikinglar u Skandinaviya xalqlari. O'shalar bilan ham xorazmliklar o'rtasida savdo aloqalari bo'lgan. O'sha vikinglarning tangalari bizdan topilgan. Bizni tangalar u vikinglardan. U viking hozir mana Skandinaviya, Shvetsiya, Norvegiya tarafda, asosan shvetslar. O'shalar vikinglar bo'lgan 10-asrlarda bordi keldimiz bo'lgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ya'ni bizni ota-bobolarimiz qanaqangi qo'rqmas, jasur, dovyurak bo'lganlar.